Assalomu alaykum, Qo'shko'pir, xudo xolasa bir zoomda yechida yo'q skidga boshlandi, xudo xolasa. Hamma narsa rasprodaja arzon. Endi sizlarni vazani bahasi bilan ko'rsatib beramiz, xudo xolasa. Bir zoomda magazinimizni manzilini keladigan bo'lsak, Qo'shko'pirda stadionni to'g'risida bizning Islambek salonni yonboshida bo'ladi. Birinchi filialimiz yanında. Ketdik. Hozir shuningdek nima desam ekan? Shuningdek bir narsa aytazamatam. Arzonladi 4'ünde 10'unacha hasratadi, tezroq kelib vajani olamiz. Vajani bahasi bilan tushuntirib beraman. Ketdik esa. Professional printerlarimiz qaranglar, bahasini e'tibor beringlar. Hech yerda bunday bahodan topib berilmaysizlar. 416 ming so'm. Eng qiziqlari 167 ming so'mdan boshlanadi printerlarimiz. 297, 335 ming, 169 ming. Eng zo'r printerimiz 255 ming so'mdan tushadi. Eng sifatli narsalar bir zumda magazinida. Avalon kir mashini 8 kiloluq. Bahasini e'tibor beringlar. 565 ming so'm. Hech yerda yo'q bunday baho. Iman qaranglar, 6 kiloluq 465 ming so'mdan. Don degan xolodilnikimiz 407 ming so'mdan. Buni qarasangizlar, mendan ham uzun axir. Eng sifatli, eng zo'r narsalar bir zumda magazinda. Sizlarga shu magazinga kelsa, liboy narsani boshqa yerda beda bo'lmasam oldirib beramiz. Qaranglar, 782 ming so'mdan O'zbekiston bo'yicha 3 konditsioner bizlardan boshqa do'konda arzon topsangizlar, undan ham arzon beramiz. Hech yerda yo'q, hech kim berib bilmaydi. Bo'lsa xalqqa bo'lsin degan yerdan bu. İman qaranglar 429 ming so'mdan. Ben qara. 8-mart yaqin endi opa-singillarimizni shu narsalar ketadi. Bo'lib berari olarasizlar. Plisoslarimiz, bu yoqda pechkalar, rasprodaja, hamma narsa rasprodaja. Mont qozon desangizlar 44 ming so'mdan. Nodat turibdi. Bir zoomda shuningdek zo'r imkoniyat yaratibdi. Kelib, birgina pasport evazini xarid etib ketaverasizlar. Televizorlarga kelsak 263 ming so'm, 190 ming so'mdan eng qiziqlari qarasangizlar, kelasizlar, bir dona pasport evazini vazani olib ketaverasizlar. Shu degandan bu imkoniyatdan unumli foydalanib qolinglar. 4-martdan 10-martgacha aksiyamiz davom qiladi. Hammangizni bir zumda magazinida kutib qolamiz.